Nima uchun atom bombasi yasay oladigan davlatlar bir tal qalamning uchini yasab chiqolmaydi? Sinchoq sinfilm salonining ko'rmanlari yaxshimisizlar? Bugun biz moy qalam to'g'risida to'xtalaylik. Bugungi kunlikda bizning turmushimizdagi %99 qism qalamning hammasi moy qalam. Bu moy qalamlar siyahning tipiga asosan moyliq, neytral va suvliq deb 3 turga bo'linadi. Lekin xizmat prinsipi o'xshash. Ichidagi qalam uzugida siyah bor bo'lib, eg'irlik kuchining ta'sirida qalam uchidagi eriqcha orqali bir sharikning yuziga chaplashib turadi. Sharikning sharik tegilikidagi aylanishi siyahni qog'ozga tushirib xotira shakllantiradi. Bu jarayonda siyah tarkibi va qalam uchi loyihasining nozuklik farqi butunlay o'xshash bo'lmagan yozish ta'siroti elib keladi. Qanday qilganda moy qalamni yantu tutibmi xuddi yipga o'xshash ravon ham siliq qilg'il bo'ladi. Moy qalam 1943-yili dunyoga kelgan. An'anaviy ishlatiladigan moyliq siyah, asosligi fenil metanol. Bu xil moysimon suyuqlikni eritgich qilib, ondan pigment qo'shib yasalga o'xshash yepishqoq qiladi. Bu moyliq qalam deb atalgan. 1979-yili Yaponiyadagi Mitsubishi qarindosh shirkati moy qalamni kashf qilgan bo'lib, tunji qatim suvliq siyahni ishlatib suvni eritgich qilib rang qo'shgan. Bu moy qalam siyahi bilan o'xshashib ketadi. 5 yildan keyin Nuruzgul shirkati kashf qilgan moy qalamga neytral siyah ishlatilgan bo'lib, asosan suvliq siyah asosida quyuqlashtirilgan siyah qo'shilgan. Yepishqoqligi moy bilan suv xususiyatining aloqada bo'lib, suvliq neytral moy qalam kashf qilingandan keyin jungoliklar tez suratda moyliq qalamni tashlavatdi. Ammo bugungi Yevropa, Amerika ellari kishilari moyliq qalamni bekrak yaxshi ko'radi. Asosliq sababi yiziq. Yevropa, Amerika Latin alifbasida yoysizligi bir qadar ko'p. Yepishqoqligi yuqori moyliq siyahni ishlatganda yezish texmo ravon bo'ladi. Ammo jungoning xanzuch xassizliklari murakkab ham nurg'un tik bulonlar bo'lg'achqa yepishqoqlik darajasi to'van. Surkilish tuyg'usi bir qadar kuchli bo'lgan so'liq neytral siyahni ishlatadi. Buningda xanzuch xatning uchlarini texmo asa yozg'ili bo'ladi. Bu xil markaziy siyah ishlatiladigan moy qalam bugungi jungoda umumlashtirilib neytral qalam deb ataladi. Ammo neytral qalamni rohat yozishdagi asosiy omil siyah bilan qalamning uchida. Siyahni pigmentlik siyah va bo'yoq siyah deb ikkiga bo'linadi. Oldingisini ranglantirgichi deb ayirishga bo'ladi. Asosligi yakka molekulyar shaklda siyahni eriydi. Ishlab chiqarish jarayoni oddiy, lekin kamchiligi yozgan xas suvga uchrab qolsa, rang berguvchi modda yana bir qatim erib, ig'ir darajada aylanib ketishni keltirib chiqaradi. Hamda nurning ta'sirida bo'yoq molekulyasining ximiylik beg'i uzilib ketadi. Bu siyahning rangini o'ngdirib o'tishi mumkin, ammo bo'yoq siyahning suvdan saqlanishchanligi kuchli bo'ladi. Tarkib jihatdan qaraganda bo'yoq siyahning rang ko'rgizgichisi bo'lsa, yuqori darajada parchalangandan keyin qattiq donchalar bo'lib, osti qismi beqaro. Bo'yoq donchalari aslida suvda erimaydi. Emulsiyalash dorisidan foydalanib, yana bir qavat simola tarkibini o'rab, supenzilik siyahni hosil qiladi. Yezib chiqqan xas suvga yo'liqsimi bo'yoq donchalari erimaydi. Uning ustiga daraxt ilmi qavatining qo'g'dishi sababli texmo uzun saqlag'ili bo'ladi. Qalamning uchining tuzilishi xat yozgandagi yezish tuyg'usiga texmo ta'sir qiladi. Biz doim turmushda ishlatamiz. 0.28, 0.5, 0.7, 1.0 degan raqamlar odatda qalam uchidagi sharikchining diametrini ko'rsatadi. Birligi millimetr. Qog'oz yuzi bilan uchrashish yuzi nihoyat kichik bo'lg'achqa bu sharikchilarning xat yozganda uchraydigan besimi xuddi bir dona pil golf to'pining ustida turib olganga o'xshash bo'ladi. Shuning uchun qattiqlik darajasi nihoyat yuqori material ishlatiladigan bo'lib, bu material odatda wolfram karbid bo'lib, mos qattiqlik darajasi 9-daraja. Olmosning qattiqlik darajasiga yaqinlashadi. Uning yana bir xil ishlatilish o'rni birona teshadigan o'q o'zik yasash. Uningdan boshqa sharikchi bilan sharik taglikining pishiqlab ishlab chiqarilishi nihoyat zil bo'lmasa bo'lmaydi. Bek kichik bo'lsa sharikcha yaxshi domalamaydi. Asalla qog'ozni yeritib yutadi. Orliq bek cho'ng bo'lsa siyah to'planib qoladi. Bu xil mikron darajasidagi yasash hunar san'atining qiyinlik darajasi nihoyat yuqori bo'lib, Jungo har yili 40 milliard ton moy qalam ishlab chiqaradi. Bu yer shari umumiy miqdorining 80%ni egallaydi. Ammo uzun buyoqqa ishlab chiqarish uskunalarining hammasi import qilishga tayinadi. Masalan, bu Shveysariya ishlab chiqargan yuqori aniqlikdagi stanok Microna Elekis 24 qalam uchi ishlab chiqarishga ishlatildi. Diametri taxminan 2.3 mm keladigan datlashmas po'lat yip materialni yumaloq shaklda kesib, teshik teshish, teshikni kengaytirish, teshikni qirish, azgal yasash, azgalni muqimlashtirish, sharikchini qo'yish, og'zini yepish, sharikchini besish qatorliq 12 bosqichni tamomlagandan keyin bir qalam uchini bitkizib chiqaradi. Sharik beshining ichki teshikini pishiqlab ishlash jarayonidagi xatolik farqi 2 mikrodan kichik bo'lib, har minutda 300 tal qalam uchi ishlab chiqarg'ili bo'ladi. Davlat ichidagi barliq zavodlarning hammasi degidek faqat mushu uskunaga tayanib qalam uchi ishlab chiqara oladi. 2014-yili jinsay o'qish qurollari Elix 24 ni tahlil qilib yasash orqali CX stanokini tadqiq qilib chiqdi. Ondan o'z oldiga ishlab chiqarishni amalga oshirdi. Uning sotilish bahosi Shveysariya stanokidan taxminan 1.500.000 yuan arzon. Uskunadan boshqa qalam uchi materialni qo'lga keltirishmi oson emas. Qalam uchining datlashmas po'latini chuqur
karbon, kerminiy, mangan qatorliq elementlarni qo'shish orqali yasash jarayonida yerilib ketmaydigan alohidalikka ega qilish kerak. Davlat ichidagi zavodlar asosligi Yaponiyadan import qilishga tayinadi. Bo'libmi tövandagi T0 SFR datlashmas po'lat uzluksiz monopol o'rinda turib keldi. 2016-yili Tayvan po'lat temir shirkati oxiri o'lchamli qalam uchun po'lat ishlab chiqara oldi. Bu junguliqlarni haqiqiy turda davlatimizda ishlangan qalamni ishlatish imkoniyatiga ega qildi. Ammo yuqori sifat o'rta tipli qalam yasash texi yetarli emas. Yaponiyaning qalam yasash magnati oldingi asrning 90-yillarida qo'sh shariklik sistema, 3 nuqtalik tirash, qalam uchi prujinasi qatorliqlarni yasab bo'lgan. Bu alohida tuzilishdagi qalam uchining hunar san'atga bo'lgan talabi texmi yuqori. Bir tal qalamni 5 yuandan 10 yuangacha sotqili bo'lgan bo'lib, umumiy foyda nisbati 50% dan oshadi. Davlat ichidagi zavodlar eng dastlabda Yaponiya neytral qalamini tadqiq qilib yasashga tayangan bo'lib, hozirgi har bir qalamning bahosi 1-2 yuan atrofida. Jungodagi eng chong qalam yasash korxonasi Taonori 2018-yildagi umumiy foyda nisbati taxminan 34% bo'ldi. Bu Yaponiya bilan solishtirganda garchi to'g'on bo'lgani bilan oz foyda elib ko'p so'simi 1 yilda 670 million kirim qila oladi. Bugungi mazmunlar musha yerda oyoqlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz bizni qo'llashni unutmang. Qanday qo'llashni siz bilasiz.